Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatib o'tirgan yurtdoshlar. Bugun ko'chmas mulkimiz Xudo xolasa temir yo'l boyinsani, vokzalanda temir yo'l boyinsani to'g'risida, ya'ni yangi domda 4-qavatında 55 kvadratli 2 xonali kvartiramizni sizlarga tanishtirib o'tsak, bu bir xonasi, ya'ni mehmonxonasi bo'ladi, ili spalni qilsangizlar ham bo'ladi. Domimiz yo'lga qarab turibdi. Lokatsiyasini şu anda ko'rsatib o'tib ketaman. Lokatsiyasi bu yanımızda demir yo'l, doğrumuzda demir yo'l banisa, şunun doğrusundaki yolun boyundaki domladı dostlar. Bu yanımıza gelirsek, bu yanımız prixoshkamiz bo'ladi. Berimiz demir eshikdan giramiz. Bu yanımızda yine bir xonasini gördüğünüzde bir de ayrım cihazlar kaladi dostlar. Joyun üstünde gaplashiladi. Bu yanımızda yine bir xonasi bo'ladi dostlar. Berimiz sanuzel hojatxonamiz bo'ladi. Benim arestorumuz hamma narsamiz tayyor qoldi. Berimizga kelarsak, ayollarimiz uchun oshxonasi bo'ladi. Yo'lni dik bo'yinda bo'ladi, yurtdoshlar. Shuni ko'rsatib o'tib keting. Ana, yo'lni dik bo'yinda yurtdoshlar. Bu yerimizda demir yo'l bor esa, yo'lni dik bo'yindagi domda bo'ladi. Hamma narsasi tayyor holda. Narx ekranda yoziladi. Tarqatishni yordamlashinglar. Joyimizni do'stlaringizga tarqatinglar yurtdoshlar.